Bu sochni mo'shni ovqatdan bugun ujinga tayyorlab bermasanglar bo'lmaydi. Nonlarni suvlariga botirib, shunaqa yeyishli ovqat chiqadi. Birinchi bo'lib kotleta uchun hamma tayyorgarlikni ko'rib olamiz. Мясорубкаdan go'sht, ozgina yog', ozgina piyoz va sutga yuvitilgan buxankadan solib, ustidan bitta tuxum, tuz va ziravorlardan solib, yaxshilab urib pishitib kotletlarni yasab olamiz. Endi bo'lsa ko'proq yog'da kartoshkalarni qizartirib, qovurib boshqa idishga olamiz. Yog'imizni ko'pgina qilib sovorganimiz uchun yog'ni ortiqchasini boshqa idishga solamiz. Endi bo'lsa kotletlarni qizartirib, chiroyli qilib qovurib olib, ularni ham boshqa idishga olib, xuddi o'sha yog'da piyoz va chesnokni qizartirib qovurib olamiz. Ustidan kartoshkani solib, tuzlarini rostlab, qizartirib qovurib olgan kotletlarimizni chiroyli qilib bir tekisda terib chiqamiz. Ovqatimizga yana ham boshqacha ta'm berish uchun svetofor bolgarskiydan sovuramiz. Agar sizda bo'lmasa, u ham shart emas. Bitta stakanda suv solib, 40 daqiqa dimlashga yuboramiz. Ish orasida ish qiladigan kelinlardan bittasi men bilasizlar-yu. Nalachkaning ichida turaverib, shunaqa sarg'ayib ketgan yastularimni kirmochnaga soldim, bavidan solib 60 gradusga yuvishga jo'natdim. Qarabsizlarki, hech qancha vaqt o'tmasdan yastularim yengidan ham toza bo'lib qoldi. Albatta sizlar ham bavini shu usulda sinab ko'ringlar. Undan keyingi natijasi sizni ham hayron qoldiradi. Bu orada ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Qaranglar qanaqa sochni chiqdi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lishni ham unutmang.